Özünün adı Aydar Alı. Aydar Hacı buva. Atamın en yakın dostu. Şu Ökü köp жүрдü. Ayakta orada şu. Kettik de. Bir yak zavilom atam canlı orada ketti. Yaxşı şoför bolgan mı? Yok doz yakın doz olgan anan göbülep şart maçtaz menen cebiskin maçta menen şeri geledi. Aksakal endi Qo'chqor ovamiz to'g'risida gapirib bering. hop. Qo'chqorov bilan shu bizga shu kolxozimizga kelgandan ikkovimiz yaqin og'ayni bo'lib ketganmiz, o'rtoq bo'lib ketganmiz. Birinchi bega kelib, o'sha buzov baxti, undan keyin bir yilcha buzov baxti, keyin dadam qo'yib bermaydi. Keyin qo'y bergan. Shu qo'yda qo'y boqishi bular endi halol mehnat qilishgan. Nechinchi yillar kelgan? Hozir esimda bor. Men o'zim kecha yegan ovqat. Desib qolganmiz, o'rtoq oldik. Qayerqa boradigan bo'lsak, birga olib ketardi meni, men olib ketardim. Biz endi yurgan yo'llarimiz ajoyib yo'llar bo'lgan. Bir kun keldi. Nimaga boramiz, o'zginga boramiz dedi. Otga egarab kelamiz deb keldi. İlgari borib zakaz qilib keldik. Xudo yaxshi usta ekan, xudo tildan qisqan ekan. Nogiron til gapirolmas ekan. Borsak, Duduk usta. Ha? borsak nimaga Odil polvon olib ketib qoldi dedi. Uni qo'shnisini chaqirdi, unga aytuvdi, keyin u qo'shnisi bizga shuna dedi. Keyin o'sha o'zganda eng ko'zga ko'ringan odamlardan ekanda. Polvon ekan. 3 mikan yaxshi oti bor ekan, chopaydigan. Endi ikkovimiz qaytib kelyapmiz kelganda Şirket kelib dedim, qirib ketaveramizmi dedim. Kirib ketamiz, shuni oldiga dedim. Desam, qanaqa bo'lar ekan dedi. Kiramiz dedim, yur dedim. Şimdi to'xtadim tag'in, o'sha yerda men rolda edim. O'shadan bitta yigit o'tib ketayotgan ekan halindan. Odil polvonni yo'q qaytdi desam, mana shu ko'chani oxiri shuniki dedi. Tüpük ko'cha ekan, o'shaning darvozasi bor ekan, xolos o'sha yo'lda. Men kirib chaqirdim. Mashina turadigan garaji bir 4 ta 24 qayta turadigan. Katta. Keyin kelinglar dedi, mehmonlar dedi. Mehmonxonasiga olib kirdi. Hamma nimalar o'sha chet davlatni mebellari, stollari. Men o'tirdik. Mehmonxonaning burchagida bitta jim degan katta xaladilnik bor ekan, eski xaladilnikdan. Bitta xizmatkori bor ekan, chiqdi darrov xaladilnikni ochib, bitta katta osh chaqida qo'ydi, sutini pishirib tiqib qo'ygan ekan. Qovurg'alardan, xonadan nima qilib ikkovimizga qo'ydi. Yine hali yerga kirib, egarni so'rash nojoiz bo'ldi endi de. Darrov shu ayollari nima qildi, bitta guruch, bitta go'sht qilib mastava qilib keldi. Hali mastavani ichdik. O'sha hali nimalarda mebeldagilar hammasi o'sha nimani Xudo harom qilgan ishchilar ekan. Barini chet davlatdan olib kelgan ekan. O'zicha maqtab ketdi. Men har yili chetga chiqaman dedi. Mana uni palon davlatdan olib kelganman, mana uni Piston davlatdan olib kelganman dedi.
Turib, keyin meni ish bo'lgandan keyin endi G'ulom aka bizga javob berasiz. Dedi, aytinglar kelsizlar endi otni ko'rib ketinglar dedi. Bizni bildi endi u. Shunaqa qo'qonliklar kelib zakaz qilgan o'shaniki desa, u olib ketib qolibdi-da u. O'sha yerda zo'r ekan. Boringki, kirdik otni endi shunaqa endi pollarni qoqqanmi bilmayman, apilga tashlab oqlab qo'ygan. Birer yeriga yo siydik yo bir nima sachragan emas-da. Top-toza. Top-toza nihoyatda endi ko'rdik, qaytdik keyin. Qaytib kelayotib keyin ermazi qilib chiqdi. So'ralmadik qariyni egardi. Qaytib keldik keyin, qaytib kelaverdik. Kelib qoldik keyin. Uloqqa endi xo'p ot cho'vdirdik. Menga bitta yaxshi to'ya bildi. Qadrga yetmadim halini. Shu Valini gapiga kirib, Azimjonni gapiga kirib, sizlar Qurg'onga tomoshaga ketyapti. O'zimiz ot sotgan. Mashinadan tushirdim. Shunga o'shani Qo'shqo'rg'on tushirmasdan burun Qo'shqo'rg'on keldi. Adral dedi, Usmonjon akam shu to'yni so'rayapti dedi. Ya qo'y dedim. Sen bitta pulni sabiraman deyapti dedi, yanga dedi. O'shanda nima Sulaymonni akasi musulmon qilarkan to'y qilgan edi. 1-2 yil burun. O'sha unda pulni kuchda 12 mingga olib ketgan ekan shu yerda. 12 ming so'mga. Rublga. Rublga. Qo'y dedim endi, shu yuribdi, sen cho'g'asan, men cho'g'masam dedim. Shuni yetib boyaga yetishsam dedim. Bitta ot bo'lib qoladi endi dedim. Ha, bo'pti, sotmasan qo'yaver dedi. U keyin hali qishim bilan baqib, sovutib, olib chiqib, o'sha yerda mashinadan tushirib yuborib, so'yib qo'ydik uni keyin. Keyin borib, Ahmet akadan keyin boralik katta otni olib keldik. Qora. Ikkovimiz borib. U ham o'sha nimadan chiqqan edi. Ko'nizovdan chiqqan edi. U ham o'sha Ko'nizovdan chiqqan keyin katta otam. Uni kolxoz olib, kolxoz keyin chiqarib, boshqa odamga sotib, keyin bizga sotgan. Xo'p, endi yurdik. Endi ot cho'g'gan vaqtida o'sha zo'rlik qilgan vaqtda bir yig'inga bitta o'zi zo'rlik qilgan. Ikkovimiz o yarmarka deymiz, tozlar o'latdi. Hozir svetoforda oltita oshxona bor. Shu yerda lag'monni yaxshi ko'rardi. Xudo rahmat qilsin. Yurdida lag'man ichamiz-da, bo'pti dedim. Alisher, men kattakan o'g'lim o'sha yerda shashlik pishiradi. Bittadan lag'man ichdik. Ikkitadan bir shashlik yedik. Halin ilk dedi, ha dedim. Desam, bu So'qda uloq bor edi. So'qda tomosha bor dedi. Nima dedi, otni olib ketgan dedi, Jaloliddin dedi. Bu tez deb qoldi keyin. Qo'shqo'rg'on mashinasida chiqdik, o'tirib dedi, men o'tirdim. U orqaga burilib bagajdan ustuvojlarni olib chizib ketyapti. U vaqtda fosmos yo'q. Bo'lsa ham to'xtamaymiz-da biz endi. Shunaqa erka yurganmiz. Bosib bordim, o'tibchida shunday yondan tushishimizga chap qo'lda bo'layotgan ekan. O'sha qarab borayotgandik. Ahtan Jaloliddin mashinani ko'rib qoldi, otni qo'yib yubordi baqa. Otni qo'yib yubordi, keldi.
Qo'chqirga keldingizmi? Ha. Oxirgi marra qoldi dedi. Shu u otga mindi, mashina o'sha yerda qoldi, orqasidan biz yetib bordik. Yetib borishimizga hech narsani bilmaydi-da endi. Pastdan tevaga bitta ho'kiz degan ekan. Katta marra o'sha ekan endi katta. Ho'kiz degani buzuvdi endi nima bor. Borib, olib kelib urdi. Nima o'sha nima beradigan yerga tashladi. So'rim bergan joyga, ha? So'rim beradigan yerga. Shuni ko'rdik endi. Yo'q dedi, hech olmas dedi. Mashinani baloniga urishim kerak dedi. Haq, men bilmayman, hozir keldim dedi. Endi yana tag'in janjal bo'lib ketdi. Unisi ber dedi, bermaysan dedi. Boshqa tish bo'lmasam dedi. Qisqirib. Boshqatdan tish dedi. Tashga bir sarka dedi. Tepaga dedi, ho'kiz dedi. Hop, tas ko'tarib o'sha qilib ketdi. Tashladi. Bu tashlab borgangacha, u yetib borgangacha bittalar o'sha yerga hali bittasiga O'ngarib berish kerak. o'ngarib tizginini beylab qo'ygan ekan, qiyish bilan. Beylashib bergan ekan. Endi yonboshdan shu yonboshiga soldi. Yonboshiga solib, pastga qarab 2-3 siltaganda kelyapti, ko'rib turibmiz, pastdan tepaga qarab. Ular zo'r oldidan yoppa qarab ketdi, mashinani baloni urdi. Bitta o'zi. Boshqa hech kim yo'q. Yerdan beradigan odam yo'q. Qirg'izlar o'zi boshqa, tojiki o'zi boshqa, o'zbeki o'zi boshqa cho'yapti. Hammasi men bo'lsam debdi. Bu keyin urdi. Endi hali og'zi qo'ygan, hali atrofdagilar nima deb so'rayapti. Unga har zamonda hali qayishdim deb olib ko'rsatib qo'yadi. Mana tizginini uzib ketdi deb qo'yadi. Ularni tevaga ko'tarib turib, pastga qarab urganda, uncha tizginni uzib berar ekan-da. Keyin Jalolni gazelli bir mashinadagi borgan ekan. Buzov bilan otani yifladi. Biz qarab kelaverdik keyin. Jalolni rahmatli ham yaxshi yigit edi. Nishon qassob bor edi, yaxshi edi. Borsak, o'tqizgan joy topolmay qolardi. Bari bitta ovqat buyurib qo'yardi. Pul bersak olmasdi. Nishon qassob ham juda dagar odam edi. Yaxshi yigit edi. Bu Tojikistonda Lelnobodga bularni borgansizlar? Bularni Qo'chqirda to'yida, qaysi ukasining to'yida o'sha tovda katta yurt qozonda osh pishirgan. O'sha odam Nishon qassob. Uncha odam osh pishira olmaydi ekan. O'rnakan bolalarni. Yo'q, o'zlaqtirlar. Bitta tana to'yini qilib borganman. Kelganda berib yuborganman chetdan. Qo'qondan olib. Tojikistonga borgan ulovlardan. Tojikistonga bitta musulmon qiladigan odam bor edi. O'sha o'zini 5 ta 6 ta qizidan keyin bitta o'g'il ko'rgan. Xudo berdi degan. Agar Xudo menga shu o'g'il bersa, tomosha qilib o'g'limni tikaman degan ekan. Keyin yur boramiz dedi, meni qo'lim tegmadi, kolxozda men ekspediter boshlardim. Men ketdi o'zi. Bordi, otsiz bordi, mashinam bilan borib nima qildi? Keyin o'sha bo'lgan voqealarni kelib gapirib berdi menga. Otasi chol bordi. U
qo'y ulug'ni tikmagin, meni tikkin debdi. Degan ekan. Hop deb turib, boshqa narsa tik debdi. Biz hop deb borib, o'tar debdi degan ekan. Keyin bir narsa bo'lib qolsa menga e'lon qiladi. Tikaman o'g'lim debdi. O'zing bilasan debdi achchig'i kelib. Tepaga bitta ot, pastga bitta ot, tepaga keyin qo'lda qizdan xizmat kelib qolgan xudo berdi. O'g'lini tikyapti. Degandan keyin 4 ta qozoq tashlab yuborganman. 4 ta qozoq keyin o'shanda yangi podlukis olib meni to'ydan burun mingan ekan. Bir oy burun. Nima so'raysan debdi. Degan ekan. Bittasi hali qozoqlardan bittasi shoshilib, shu minib turgan mashinani beradi-da debdi. Shunday-chi nima qilib cho'ntagidan kaliti chiqarib, mana debdi. Degan ekan. Endi ko'pni ko'rgan chollar aytdi, "Ha sen beadab ekansan." O'ziga qarab turchi, nima berar ekan senga? Degan ekan keyin shu o'sha kuni mehmon qilib olib kirib ketibdi. To'toviga 4 ta ot olibdi. Endi egar jablig'i bilan bo'lsa kerak, u ham yolg'onchmi-yu, u menga qorang'i hozir esimda yo'q. Shu keyin bir sidirga istivosh qilibdi tag'in. Bir kun o'sha yerda olib qolib mehmon qilib, hammasiga bittadan ot mindirib, istivoshini qilib berib, keyin kuzatib boribdi. O'sha musulmon qil ekan. Yaxshi odam edi. Nimada ana diskozda ishlardi, ovchi edi. Oyim borsak kiyik go'shti tayyor. Kiyik go'shti. O'shaning to'yida dadam maraq qilganmi? Endi yo'q, otsiz borgan u. Mashinada borgan. Kech qolib mashinada ketgan. Otsiz borgan, o'zi nimani tomoshani og'riga borgan ekan. Erta bo'ri degani bor edi. Avaz bor edi. Avaz bor edi. Avazidan bo'ri akuka. Yana bittasi bor edi. Yermadaga bor edi. Bizni otda taytashagan Nermat edi. O'sha keyin olib kelgan otda Muratda Yermadaga dedi. Nimani to'yida. Endi kiyishimdan chiqib qolar ekan. O'sha to'yda bitta bir ot degan, bitta oq biya ekan, o'shani bergan. Yuklab kelganmiz. Mehmonlarni hammasini olib kelib mehmonxonaga o'tkazdirib, hammasini mehmon qilib, shu yerda olib qolib, ertamadan keyin sizga istivosh qilib, nima qilib, jo'natib, qo'liga 400 so'm, 500 so'm pul berib, jo'natib berganman. Juda ko'p tomoshalarda birga bo'lganmiz. O'sha yerda ham o'sha Tojikistonda ham birovga haqini bermasdi. O'sha yerda ham zo'rlik qilgan. Ko'p marraga olib borib urgan. Har bir uloqqa borganda quruq qaytmagan ekan. Quruq qaytmagan. 9 degan bittasi endi kambag'alroq kelgan. 9 yishar ekan. Shunda bizda ot 9 ga tashladi. Bizda otda o'sqo'y. 9 qarag'an. Nimada Sobirjon akam bordi, mana shu. Usmonjon akam bor. Muroda nachalnik bo'lib ishlagan. Hozir Usmonjon akam bor, Sobirjon akam o'tib ketdi. Ular oti endi ko'zga ko'ringan otlar edi.
Endi o'shalarni otini minmasa bo'lmasdi. Men o'shalarni ot turganda meni otimni minmaydi. Keyin o'sha otlarda ham o'sha yerdan marasini nimasini yulib chiqqanda o'sha katta maralarni ham nimaga sovrin qilib olgan o'sha Adrasman degan yillarda. Tojikiston Denobod qirdi ichida taqdi. Bitta o'sha Sulaymon bilan og'ayni bo'lib, musulmon qilakan bilan og'ayni bo'lib, ularga kelib turardi. Bordi keldimiz bor edi. Musulmon qilakan keyingi to'yida ayam opam, hoji opam ham birga borgan. Ularning to'yi ajoyib bo'lar ekan. Yerga to'shaq solib, dasturxonga yozaverar ekan ton. Nonni tashab, qopda meyizni shimaraqlab olib, qo'ltiqlab turib, to'kib ketar ekan meyizni. Olma serab ekan, o'rik serab ekan, olma o'rikni ham qopda to'kar ekan. Mana shu enicha, man kichikroq mana shu enicha belarisidan ko'ylab turib, bir tomonni shunday balandroq qilib ekan, bir tomonni pastroq qilar ekan. Hali bizni beton qo'yadigan lisimiz bor. Ana shundan ikkita uchtasini qo'yar ekan ton. Qishloq bo'yicha chaynaklarni hammasini olib kirib qo'yib qo'yganini ustiga qo'ysa, voy har qancha odam bo'lsa yetkazib berar ekan. Choyda. Qo'noq qiladi, qo'yib beradi. Shuni Jalolni Sobir akam boradi. So'ngra akam to'xtamaydi, kelib qoladi. Tomosha qilib boradi, kelib qoladi. Sobir akam billa yotamiz shu yerda. Ajoyib. Ajoyib. Hunarlar bo'ldi endi. Oxirgi paytlarda bular o'sha ketayotgan vaqtlarda Italiya bog'da burchakda yangi oshxona chiqqan edi. Shu yerda mehmon qilib kuzatganmiz. Ko'chib ketishida. U bizga nima Qo'shqo'rg'onda o'tirgan qishloqda. Sumsar. Sumsar. Bizga ilk qadam edi. Yur borib vaqtdan mehmonlar kelyapti. Ikkita qo'y tashlab kelaylik desa ham ketaverardik. To'rtta bo'ladigan bo'lsa, to'rtta beshta bo'ladigan bo'lsa, ikkala mashinada ketardik. Biz shu rolga o'tirgandan keyin milisa zotiga to'xtamasdik. To'sqanga hech kimga to'xtamasdik. Bu nimani bo'yicha? Borib, tashlab qaytib kelardik kishiga. Endi 2 soat, aqa bo'lsa 2 soat, baqa 4 soatda borib kelardik-da. Qattiq yurardik ikkovimiz ham endi. Bir yerda iloji yo'q yerda qo'lga tushib qo'ysak, tallonni teshib qo'ysa, tallon teshilib qoldi. So'ngra akasi. So'ngra akam nimaga? Nasrulloh Hadarkan tallon teshilib qolibdi, yangi yozib bering deydi. Yangi yozib bering. U nima qilib berar ekan bu? Yangi eskisi, hali 2 metr 3 metr teshsa bo'lardi. O 3 metr teshganda ham o'shalarni oladida ekzaminda. Bizda ekzamin olarmidi? Yaxshi gaplashib o'tirdik. Tayin nozi qildik. Peshkakkacha bordim mashinada.
Bishkekgacha. O'zim mashinamda. Moskvay O'rinboy nevasini bilmoqman. Sariq divan. Bishkekka gilos olib bordik. Endi bizni birinchi qilishimiz unaqa ho'l meva olib borishimiz. Yo'q, hech kim to'smadi ham, nima qilmadi. Bishkekka borib, Bishkekda o'sha mevani sotdi, Qo'chqorga qoldi. Men baqarab qaytib bordim. Shu Bishkekdan mashinaga rulga o'tirganimcha nimaga pomoynaga nimaga kelib to'xtadim. Do'stlikka. Yo'q. Jinde Ha, bir kunda bu. jinde naryoqda oshxona bor ekan. Pomoynaga yetmasdan. Keyin u o'q chiziqi qilib turibdi. Aytdim, "Meni nima qiladi? Oshxona bor ekan." Qonimiz chiqib ketdi. Shundan bir narsa yeb olayindan chapga o'tib qo'ydim mashinani. U foyda o'tirgan ekan, o'sha yerda bittasi ketdan takomillarni beraman. Nima qilasan? Qo'y pulab qo'yag'in dedim. Desam, yo'q, takomillarni beraman. Pravani olgandan keyin nimaga borib 40 so'm dedi to'lab kelasiz. 40 kilometr qaytarishim kerak ekan. U pul oladi qayerga. Men dedim, aql qaytmayman, o'sha 40 so'mni olib qo'yag'in desam, ko'nmaydi. 50 so'm beraman desam ham ko'nmaydi. Voy dedim, jo'natasanmi O'zbekistonga dedim. Hujjatingni ko'rsatdim, familiyamni yozib oling dedim. Yo'ldoshlarni ko'rsatdi. Familiyasini yozib oldim, kelaverdim. Keyin yaqin 3 oyda keldi. Bizga har zamonda kiraman. Hoji aka kelmayapti-yu deb qo'yadi. Bu Bag'dodda. Hoji. Keyin bir kun aytkizdi vardi. Borsam, endi u ham hali nimani qurganda hazina qilishdan yordam beruvdim-da. Gayni qurganda. Keyin borsam, mana keldi dedi. Endi tayyorgarlik ko'ryaptim, boshqa pravo olaman. Keldi dedi, berdi. Bu jarimasi qana? Endi jarima olaman, ketaverdim. Bekorga qaytib keyin pravani olib chiqib kelaverdik. Qaqa bo'lsa ham birga yurardik. Bir kunda 1200 kilometrgacha yo'l yurganmiz shu yerda. Shunaqa Bahmal yo'q, Samarqandda bitta MPMK'ning nachalnigi bor ekan, uni yaxshi ishlatib oti bor ekan. O'sha sayzi davrida 1 million so'mlik to'y qilgan. Uni keyin yoz chiqqan orqasidan 1 milliondan ortib qoldi deganda o'sha xalq ustidan chachib yuborgan. 3 so'mlik, 5 so'mlik pullar chachib yuborgan. Ortib qolgan pullarni. Uni keyin yozib juda to'polonga chiqargan. Chiqargandan keyin men shunaqa debdim, mana shunchadan shog'ot cho'diraman debdi. Qari sovrinni katakani meniki. Urib kelaman, o'zimdan xalqdan olganimni o'ziga qaytardim debdi. 1 yilda bitdi. 10 yilda bitta qo'y 1000 ta bo'ladi. Nima bo'lishi, nima qilib men birovda haqini yeganim yo'q deb keyin hali qutulib qolibdi. Endi puli ko'p, aqan qistirib qo'ygan bo'lish kerak endi. Shu odam bilan birga bo'ldi, Qo'chqo'yimdan. Shu odam bilan birga bo'ldik. U
Akalıkalar üstü tutup akalıka 5-6 akalıkalı ekan. Kim pulni ko'p bersa birinchi ro'yxatga yozibdi. To'yana qilib. 500 ming, 600 ming o'sha vaqtda pul 500 ming, 600 mingdan hali akalıkalar qo'shib urganda. Bu boy to'ra bo'lmasmi? Boytara yo'q. Emas. Emas, Samarqandda bu. Shu odam nimaga kelib qoldi? Adres mana. O'sha yerda birga bo'ldik. Sonam buni. Bu ot endi juda ko'p odamlarni tanitdi bizga. Ko'pchilik bilan oshnoligini qildi. Yomon bo'lmadik. Hurmat. Ne bo'lsa bo'ldikki, bir betimizni shu qilmadi. Shu keyin men ular ketib qoldi, keyin chegarlar mahkam bo'lib ketdi. Men o'zim oyog'im o'rnidag'im bo'lib qolib, keyin men bora olmay qoldim. Hatto Qo'shqo'rg'on o'tganda ham bora olmaganman. Endi o'shandan shaqa borganim yo'q. Bir 30 yil bo'ldi men bormaganim. Undan burun ko'p borardik. Ularda o'sha hovlisida, pastida soy bor, soyning tepasida ularda agarati bor. Beda ekib qo'ygan. Tepasi olma, nak. Yozda borib o'sha yerda bitta qo'yni so'yib yeb, dam olib kelardik. Bittan bolalarni, acha-bangizlarni, qizlarni olardim. Bir kun Mahmud Zabgar o'sha meni ham olib keting deb qoldi. Uni oldim. Ergash akamni oldim. Bu oldi, boshqa oldi. Qo'shqo'yda o'zining mashinasida ketdik, borib. O'sha gilamda chiqib yozib, shu Olmazorda bog'da ichida o'tirdik. Darrov bitta qo'yni so'yib, pishirib olib berdi. Yedik, ichdik. Yaxshi hayot kechirdik, birovdan gap eshitmadik. Endi Xudo xolasa, bir yil yoz bo'lib qolsa, azimjon moydaga boraman. Yo'l hech narsa emas ekan. Yaxshi bo'lib qoldi hozir, asfalt qilib qo'ydi yo'llarni. Boraman dedi. Opang 25-dami? Bolalar rosa ochlik ham bo'ladi. O'shanda olib kelgin dedi. May 25'i bo'ldi. Birinchi iyungacha. Duo qiling endi do'stingizga. Endi bugun iftor qilib beraman sizlarga. Ha, ketadi. Rahmat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin vel Kur'anil hakim inneke leminel murselin. Ala sıratin müstakim. Tenzilel azizir rahim. Litunzira kavmen ma unzira. Abâkum fahum gafilun. لقد حق القول على أكثركم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقكم أغلالا فهي أثقال فهم يطمعون وجعلنا من بين أيديكم سدا وخلفكم سدا فأغشيناكم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتكم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشى الرحمن بالغيب فبشركم مغفرة من أجر كريم إنا نحن نحيي الموتى وقدم وأسرعهم كل شيء أحصيناه في يوم مبين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. O'qilgan Qur'on tilovat savobini ikki olam o'rtasida shellandirib baqlarga
Jangi o'tgan payg'ambarlarimizga, choriyonlarga, sahobiy ikromlarga shu son mana shu Qo'shqo'rg'onda ota tomonidan, ona tomonlaridan o'tganlardan dunyoga kelishga sababchi bo'lganlardan Qo'shqo'rg'onda o'zining ruh boqlariga mana shu yerda qo'l ko'tarib turgan barchalarini ota onalarini ruh boqlariga o'tgan bo'lsa, o'tganlarni Xudo rahmat qilgan, qollarni umrlarini ziyoda qilgan, orqasida qolgan farzandlarini umrlariga, rizqlariga Alloh barakalar ato qilsin. Rahmatga. Rahmat. Rahmat.